Oppo, micellarka 300 ming, gidrofilka 200 ming, penka ham paloncha qo'l. Yuzimni 2 marta yuvishim shartmi? Yo'q, shart emas. Ha? Kechadan beri turgan posudangni nima bilan yuvasan? Yaxshilab feyri qilaman deb bir martada yuvib tashlayman. Bu yoqda ham shu. Sana SPF va makiyajing qanchalik og'ir ekanligiga bog'liq. Plus yuvadigan vositang qanchalik kuchliligiga bog'liq. Hamma umvalkalada surfactants gruppasiga kiradigan komponentlar bor. Ular yog'ni eritadi. Lekin muammo shundaki, Sana SPFing haddan oshiq yog'li, umvalkang esa haddan oshiq kuchsiz bo'lishi mumkin. Shunda shunchaki penkani kuchi yetmaydi. Unda nima qiling? Konkret misol bilan gapir. Okey, deylik sen Round Lab yoki Centella SPF ishlatasan. Ustidan juda yengil make-up qilasan. Unda prosta penka bilan yuvib tashlash ham yetishi mumkin. Yoki 2 marta penka bilan yuvib ko'r. Agar tering tortishmasa va yetarlicha toza bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Lekin og'ir make-up ishlatsang yoki yog'li SPF sursang, gidrofilka, micellarka, sharbatga o'xshagan nimadir bilan yuvish ma'quldir. Gidrofilkadan keyin penka bilan yuvib tashlash ma'qul. Atak majburiy emas. Mayli etgan yo'llaringni qilib ko'raman. Rosa gap aylantirding. Posudang borib yuva qol endi.